Hozir kassani ko'rib chiqamiz. Kassadan oldingi yana bir tushuntirib o'tiladigan narsa bu nima? Buyurtmalar panelida ko'rib turganimizdek hamma buyurtmalarimiz holati, qancha miqdorda summada savdo bo'lgan ma'lumotlar turibdi. Xo'p, endi bularni ma'lumotlarni statusini o'zgartirishimiz dastavka qilganimiz tushunarli. Dastavka qildik, demak arxiv holatiga o'tkazildik. Qay holatda bo'ladi? Kuryer bizaga spiska beradi. Mana shuncha odamga yetkazib berildi va mana puli. Shu joyda birinchi kassani o'zidan tasdiqlasak bo'ladi pullarni, yoki bu желательно tasdiqlash, yoki mijozlarni o'zi xaridorlar mana ro'yxatida ichiga kirib to'lovni belgilab kiritsak bo'ladi. To'lovini mana ma'lumotlari ko'rinib turibdi. Shu tariqa kassadan foydalansak bo'ladi to'lov qabul qilishda. Hamma qarzdor bo'lgan mijozlarning summalari shu joyda yig'iladi. Xo'p, operatsiya qo'shishga keladigan bo'lsak, kirim, chiqim kategoriyasi, summasi, tavsifi va yuritiladi shu tarzda. Kassada kun boshlanganda qancha edi, kirim, chiqim va haqiqiy balansi hozirgi kunda qancha, tizim bu narsani boshqarib sizga har doim ko'rsatib turadi. Xo'p, hisobotlarga keladigan bo'lsak, bu analitikamiz. Top tovarlar bizda sotilayotgan tushumlar belgilangan periodimiz bo'yicha buyurtmalar, o'rtacha chekimiz, konversiyamiz Excelga ko'chirib olsak bo'ladi. Toza foyda va zararimiz agar kassani to'g'ri yuritadigan bo'lsak. Prognozlarimiz 30 kunlik, 60 kunlik savdodan kelib chiqib. Tovarlarimiz bo'yicha hisobot, mana savdosi bo'yicha marjalari bo'yicha tushumlar, tovarlar bo'yicha tushumlar. To'lovlar, kim bizdan qancha qarz, kuryerlar bo'yicha sverka qo'yish uchun imkoniyat beradi. Boshqaruv paneli. Boshqaruv paneliga keladigan bo'lsak, mana ko'rib turibmiz. Bu yerda dashbord o'zimiz belgilagan period bo'yicha savdolarni kuzatib turadi. Tushum, buyurtmalar, haftalik tushumlar, kassa balansi, top tovarlar, so'nggi buyurtmalarimiz bizga kerak bo'lgan muhim ma'lumotlarni ko'rsatib turadi.